uy hayvonlarining ichida eng mashhuri it bilan mushuk. Bizning she'rda mishiq bo'ladi. Lekin men itni tanlayman. It mehnat qiladi. Cho'ponlarda oldida ishlaydi, uy qo'riqlaydi, kimdir o'g'irlikka tushsa hurib bo'lsa ham turgizadi, to'g'ri ishlaydi, lekin siz emas. Mushukchi. Mushukni 2 hafta yaxshi vaqt qo'ying-da. Va chichqonlarni ovlamaysanmi siz? Itga urinayapman ko'zingga deydi. It hapa ham bo'lmaydi. Suvay berasiz o'zi haliginga. Uyda qolgan ovqatlarni, bu narsalarni berasiz. Hapa ham bo'lmaydi. Ko'ppay desangiz ham hapa bo'lmaydi. Mushukchi arzimagan narsaga derazaga chiqib sakrayveradi. Uy tarafga emas, ko'cha tarafga sakraydi sakraganda ham. 9 ta jonim bor u deb. Mana it haqida Hatikov deb kino olingan. Mushuk haqida olinganmi shunaqa kino? Et kiygan mushuk olingan, mushuklarning o'zi ishonmaydi unga. Va oyga odamlardan oldin et kiygan mushuk uchganmi? Yo'q. It uchgan. To'man doim jeriga kun bermaydi. Tushunyapsizlar? Mushuk unaqa mana bo'rini it simonlarga kiradi deydi, to'g'rimi? Lekin qaysi kalla bilan sherni mushuk simonlarga kirgizib qo'ygansizlar? Mushuk sher simonlarga kira olmaydi. Kim ularning nomini ko'tarib